Xitoy davlat egiligidagi dunyodagi eng chong tabiiy gaz neft ayirish zavodi va neft ximiya sanoatining biri bo'lgan Sinopec guruhi Rossiyadagi neft va ximiya tabiiy gaz aslihalariga mablag' silish to'g'risidagi suhbatni vaqtincha to'xtatdi. Rossiyaning eng muhim diplomatik hamrohi bo'lgan Xitoyning mablag' silishni to'xtatish qarorining g'arb davlatlari qattiq jazo yurgizganligini e'lon qilgandan keyin chiqarilganligi o'tirib qo'yildi. Bu şirketning bir mezgildan buyon $500 million mablag' silishni planlaganligi va Sipon şirketi bilan bu to'g'riliq suhbat elib berilayotganligi ma'lum edi. Xitoy Mudofaa Ministrligining bayonotchisi Wu Jian Tayvan bo'g'izini muqimsizlashtirish va Xitoyning asosiy manfaatiga tahdid silishni maqsad qilgan ig'vogarchilikka qarshi har xil qat'iy tadbirlarni qo'llanganligini bayon qildi. Tayvandagi hokimiyat yurgizayotgan Demokratik ilgirlash partiyasi doiralarining Ukraina urushi bilan oroldagi vaziyat o'tirsida o'xshashlik hosil qilishga urinayotganligini, Amerikadagi bir qism siyosiyonlarning buni Xitoy tahdidi nazariyasi bilan qo'llaydiganligini ta'kidlagan bayonotchi Tayvan Ukraina emas, Tayvan masalasi Xitoyning ichki ishidir. Chet elning aralashishini qabul qilg'il bo'lmaydi dedi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Yevropadagi siyosiyonlarning Gitler Germaniyasiga o'xshash Rossiyaga qarshi umumiy urush qo'zg'aganligini o'tirib qo'ydi va mundaq dedi. G'arbliklar Rossiyaga qarshi umumyuzlik aralashma jang e'lon qildi. Ularning nishoni maxfiy emas. Ular Rossiyaning iqtisodini vayron qilishni va bo'g'ishni xohlaydiganligini oshkor e'lon qildi. Lavrov Rossiyani yolg'iz qoldirg'ili bo'lmaydiganligini ko'rsatib, bizning dunyoda nurg'un do'stlarimiz, ittifoqdoshlarimiz va sheriklarimiz bor dedi. Amerika prezidenti Joe Biden Polshada vazifa o'tayotgan Amerika askarlarini ziyorat qildi va ularning qilgan xizmatlariga rahmat etdi. Rossiya Ukraina urushi orqa ko'rinishida bir yo'sildagi aloqasini tamomlagan Biden tunugun Polshaga berib, Rezona shahriga keldi. Amerika davlat mudofaa ministri Lloyd Austin Biden bilan birga ziyoratda bo'ldi. Biden orqadan Polshaning poytaxti Varshavaga berib, Polsha prezidenti bilan ko'rishdi. Vengriya bosh ministri Viktor Orban Ukraina prezidenti Zelsinkining Vengriya orqali Ukrainaga qurol yetkazish va Rossiyaga qaratilgan tabiiy gaz va neft embargosini qo'llash talabini rad qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlisi favqulodda yig'inida Ukrainadagi urushning insonparvarlik oqibatlariga diqqat qilish uchun Rossiyaning Ukrainadagi hujumini to'xtatishga, barliq kuchlarni chekintirishga va Kiyevga texnik ko'p yordam berishga chaqiriq qilingan bir qarornoma 140 davlatning qo'llashi bilan ma'qullandi. Rossiya, Belorussiya, Suriya, Shimoliy Koreya va Eritreya bu qonun loyihasiga qarshi turgan bo'lib, Xitoyni o'z ichiga olgan 38 davlat ovoz berishdan voz kechdi.